Xitoy mifologiyasida ajdarlar juda ham ko'p. Masalan, buyuk ajdar deyiladi. Ya'ni buyuk ajdar bu yomg'irlar yog'diradigan, barcha o'sha tabiatdagi hodisalarga sababchi sifatida tilga olingan mifologiyada va uning 9 ta o'g'li borligi aytiladi. 9 ta o'g'il ajdarlarning tasvirlari aynan imperator saroylarining tom qismlariga tasvirlari tushirilgan. Shuningdek, binolarning yonida ham ularning haykallari bugungi kunga qadar turadi. Bir o'g'li, masalan, Sunyu. Sunyu bu ajdar va sigir aralashmasi sifatida tasvirlangan. U musiqa homiysi sifatida qayd etilgan. Keyingisi Yatzi. Yatzi bu yarim shoqol, yarim ajdar. Bu eng qasoskor, bu tajovuzni bevosita ifodalaydigan ramz hisoblanadi. Keyingisi Chaofen. Chaofen bu omad, go'zallikni aks ettiruvchi ajdar deyiladi. Ya'ni uning ramzida qushga o'xshab ketadigan ajdarni ko'rish mumkin. Keyingisi Pulao. Pulao bu qurbaqasimon ajdar. Undan keyingisi Sunani. Sunani bu yarim sher, yarim ajdar. Aynan mana shu Sunanining haykallari juda ham ko'plab qurilmalarning tashqarisida turadi. Toshkentda ham Xitoy restoranlarini ko'piga ko'rsangiz, tashqi tarafida sherga o'xshaydigan haykallar bor. Aynan mana shu Sunani ajdarining haykallari hisoblanadi. Keyingisi toshbaqa simon ajdar, ya'ni BC, bu yarim toshbaqa, yarim ajdar qiyofasidagi ajdar hisoblanadi. Keyingisi Bian. Bian bu yo'lbars simon ajdar. Keyingisi Chiven. Chiven esa yarim baliq, yarim ajdar sifatida tasvirlanadi. Haqiqiy ajdar, ya'ni ajdar bu Fusi. Aynan Fusi haqiqiy ajdar sifatida tasvirlangan. Umuman mana shu 9 ta ajdar qiyofasi o'sha imperator saroyida ham bor yoki boshqa shaharlarga borsangiz ham o'sha 9 ta ajdarni haykallarini ko'rishingiz mumkin.